Xorijiy til o'qituvchilari uchun ajoyib yangilik. Migratsiya agentligi kasbiy ta'lim tashkilotlari va kasbiy ko'nikmalar markazlarida faoliyat yuritayotgan chet tili o'qituvchilarini rag'batlantirish maqsadida ochiq tanlov e'lon qiladi. O'quvchilaringiz orasida ingliz, koreys, nemis hamda yapon tillari bo'yicha kamida B1 yoki unga tenglashtirilgan xalqaro sertifikat olgan bitiruvchilaringiz bo'lsa, ushbu tanlov aynan siz uchun. Bu haqda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida quyida keltirilgan havola orqali ro'yxatdan o'tib, o'zingiz va o'quvchilaringiz natijalari to'g'risida bizga ma'lum qiling. E'tiborga oling. O'zingiz hamda o'quvchilaringiz haqidagi ma'lumot va xalqaro sertifikatlarni yuklash davomida hujjatlarni to'g'ri va sifatli kiritishingizni so'raymiz. Xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritgan o'quvchilari soniga qarab, chet tili o'qituvchilari reytingi tuziladi va 50 nafar o'qituvchiga 50 million so'm miqdorda bir martalik subsidiya to'lab beriladi.